IDC ikkinchi qism, ikkinchi mavzu, ikkinchi va undan yuqori darajali tenglamalar sistemasi. Bunday tenglamalar sistemasini yechishimiz uchun biz nima qilishimiz kerak? Demak, misollarga e'tibor beramiz. 1 dan 5 misolgacha bir-biriga o'xshaydi, 6 dan 9 misolgacha o'xshaydi, 10 misol ham o'xshar ekan. Har bir o'xshaydigan misollardan bittadan namuna qilib yechilishini tushuntirib ketaman. Birinchi misolda e'tibor beramiz. Qo'shsak 6, ko'paytirsak 8 chiqadigan sonlar. Demak, biz kvadrat tenglamani yechishni bilsak, bu V7 ga o'xshaydi, juda ham o'xshaydi. Qo'shsak 6, ko'paytirsak 8 chiqadigan sonlar. Demak, ko'paytmaga qaraymiz. Necha kare necha 8? 2 kare 4 8 yoki 4 kare 2 8. Bularni qo'shsak 6 chiqadi. Demak, yechimimiz 2 u 4 yoki 4 u 2 bo'ladi. Ya'ni x 2 bo'lsa y 4, x 4 bo'lsa y 2 bo'ladi. Xuddi shunday keyingi misollarni ham yechishga harakat qilamiz. Bu yerda ayirsak 3, ko'paytirsak 10 chiqadigan sonlar. Ko'paytirishga qaraymiz. Demak, 10 bo'lish uchun 1 ga 10 ni ko'paytirishimiz kerak yoki 2 ga 5 ni yoki 5 ga 2 ni yoki 10 ga 1 ni ko'paytirishimiz kerak. Ayirsak 3 chiqishi kerak. Bu yerda 1 bilan 10 ni ola olmaymiz, chunki 1 dan 10 ni yoki 10 dan 1 ni ayiradigan bo'lsak ham 3 chiqmaydi. 2 bilan 5 ni olishimiz mumkin. 2 va 5 deb x ni 2, y ni 5 deya olmaymiz. Sababi 2 dan 5 ni ayirsak -3, bizda 3 chiqish kerak. Shu sababli x ni 5, y ni 2 deymiz. 5 dan 2 ni ayirsak 3, 5 ga 2 ni ko'paytirsak 2. Demak, yechimi yozilganda avval x, keyin y yoziladi. Bu tomondagi misollarga e'tibor beramiz. 6, 7, 8, 9. Demak, qisqa ko'paytirish formulasi juda ham ko'p ishlatiladi. Bu mavzuda ham ishlatiladi. Demak, 6-misolga e'tibor beramiz. 6-misol. X minus y 8 ga teng ekan. X kvadrat minus y kvadrat 80 ga teng ekan. X kvadrat minus y kvadratni kvadratlar ayirmasi bo'yicha yozib oladigan bo'lsak, x minus y, x plus y teng 80 bo'ladi. X minus y imiz 8 ga teng. X minus y o'rniga 8 olib kelib qo'ysak, 8 ko'paytirilgan x plus y teng 80. 8 ikkinchi tomonga, o'ng tomonga bo'lish bo'lib o'tadi. Shunda x plus y imiz teng 80 ni 8 ga bo'ladigan bo'lsak 10. Qo'shsak 10 chiqyapti. X dan y ni ayirsak 8 chiqyapti. Demak, tenglama sistemamiz yechimini topishimiz uchun qo'shib yuborsak bo'ladi yoki ayirib yuborsak bo'ladi. Qo'shib yuborsak x ga x ni qo'shsak 2x, y ga minus y ni qo'shsak 0 bo'ladi. 2x teng 10 ga 8 ni qo'shsak 18. 18 2 ga bo'ladigan bo'lsak x teng 9. X ni o'rniga 9 qo'yadigan bo'lsak, xohlasak birinchisiga, xohlasak ikkinchisiga. Farqi yo'q, javob bir xil chiqadi. Birinchisiga qo'yadigan bo'lsak 9 plus y teng 10. Y-imiz 1 ga teng bo'lar ekan. Yechimimiz 9 u 1 ko'rinishda yoziladi. Xuddi shunday keyingi misollarni ham ishlab qo'yasiz. Keyingisi 11 dan boshlab keyingi misollarga e'tibor beramiz. 11-misol x plus y 6 ga teng, x kvadrat plus y kvadrat 20 ga teng. Bu misolni qanday ishlaymiz? Bu misolni ishlashimiz uchun bizda kvadratlar yig'indisini mana bunday ko'rinishda tasvirlasak bo'ladi. Ya'ni a kvadrat plus b kvadratni a plus b ning qaus kvadrati minus 2ab yoki a minus b ning qaus kvadrati plus 2ab. Hozir biz birinchisini olamiz, sababi bizda x plus y bor. Demak, x kvadrat plus y kvadratni o'rniga x plus y ning qaus kvadrati minus 2xy teng 20 deb olsak bo'ladi. X plus y ni o'rniga 6 ni qo'yadigan bo'lsak, 6 ning kvadrati ayrilgan 2xy teng 20. 6 ning kvadrati o'ng tomonga ayirish bo'lib o'tadi. 20 dan 36 ni ayiradigan bo'lsak, minus 16. Minus 2 nariyoqqa bo'lish bo'lib o'tadi. Minus 2xy teng minus 16. Minus 2 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, xy teng 8. Ya'ni ko'paytirsak 8, x plus y esa 6. Qo'shsak 6 chiqadigan sonlar. 4 va 2 yoki 2 va 4. Demak, x imiz 2 bo'lsa y 4 yoki x 4 bo'lsa y 2. Ko'paytirsak 8 ham bo'ladi. Demak, buni javobi qanday yoziladi? 2 u 4 4 u 2 ko'rinishda yoziladi. Keyingi misollarga ham e'tibor beramiz. 13-misolda o'zi tayyor x kvadrat plus y kvadrat minus 2xy formulani beradi. Qaysi formula? Ayirmaning kvadrati, ya'ni x minus y ning qaus kvadrati teng 16. X minus y ning kvadrati 16 ga teng bo'ladigan bo'lsa, x minus y ning o'zi nimaga teng bo'ladi? 4 ga yoki minus 4 ga, ya'ni plus minus 4 ga. Demak, x minus y 4 chiqishligi mumkin. 4 chiqqanda x plus y 2 bo'lishi kerak. X minus y minus 4 chiqqanda x plus y 2 bo'lishi kerak. Sistemamiz ikkita sistema, ikkalasini ham yechamiz. Tepaga pastni qo'shib yuboradigan bo'lsak, 2x teng 6, x teng 3. X ning o'rniga 3 qo'yadigan bo'lsak, y teng
-1 chiqadi. Demak, birinchi sistemamiz yechimi 3 -1. Ikkinchisi tepani pastga qo'shib yuboradigan bo'lsak, 2x teng -4 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsak, -2. 2 ga bo'lib yuborsak, x teng -1. X ning o'rniga -1 qo'yadigan bo'lsak, y teng 3. Demak, sistemamiz yechimi 3 -1 yoki -1 3. Keyingi misollar ham xuddi shu usulda ishlanadi. 16-misolga e'tibor beramiz. X plus y 3 ga teng, x kvadrat plus xy minus y kvadrat 5 ga teng. Bu yerda x va y ni topishimiz kerak. Nima qilamiz? Xo'p, biz tepani x plus y dan bittasini topib, ikkinchi tenglamamizga qo'yganimiz qulayroq, yokida x kvadrat minus y kvadratni x minus y x plus y ga ajratsak. Bunda misol cho'ziladi. Demak, hozir nima qilamiz? Tepadan x ni topib, pastga olib kelib qo'yamiz. X teng y ikkinchi tomonga minus bo'lib o'tadi. X teng 3 minus y. X larning o'rniga 3 minus y ni qo'yib chiqamiz. Shunda 3 minus y ning kvadrati, x ning o'rniga 3 minus y qo'ysak, 3 minus y ko'paytirilgan y ayrilgan y kvadrat teng 5. Endi qavsni ochib chiqamiz. 3 minus y ning qavs kvadrati 9 minus 6y plus y kvadrat, y ni qavsiga ko'paytiradigan bo'lsak, plus 3y minus y kvadrat teng 5. Hammasini ixchamlab bir tomonga o'tkazamiz. Y kvadratlar qisqarib ketadi. Minus y bular narigi tomonga o'tkazaylik, sababi minus y kvadrat narigi tomonga plus bo'ladi. Y kvadrat minus 6y ga 3y minus 3y narigi tomonga plus 3y bo'lib o'tadi. 9 narigi tomonga ayirish bo'ladi. 5 dan 9 ni ayiradigan bo'lsak minus 4 teng. Endi bu yana kvadrat tenglama. Qo'shsak Viet teoramasiga ko'ra qo'shsak minus 3, ko'paytirsak minus 4. Minus 4 bilan 1. Demak, y ikkita qiymat chiqdi. Y minus 4 bo'lishi mumkin, y 1 bo'lishi mumkin. Agar y minus 4 bo'ladigan bo'lsa, x nima bo'ladi? Y ning o'rniga minus 4 ni olib borib qo'yamiz. 3 ayrilgan minus 4 bo'lsa, x teng 7 bo'ladi. Y 1 bo'ladigan bo'lsa, x ning o'rniga 1 qo'yadigan bo'lsak, 3 dan 1 ni ayiradigan bo'lsak, x teng 2. Demak, yechimimiz avval x ning javobini yozamiz. Ya'ni 7 yu minus 4 2 yu 1. Keyingi misolimiz ham xuddi shu usulda ishlanadi. 18-misol, 19-misolda tayyor bizga x ni, y ni topib berib qo'yibdi. 18da, 19da 3x ni narigi tomonga o'tkazadigan bo'lsak, y topiladi. Bu yerda ham xuddi shuni y ni o'rniga x plus 6 ni olib kelib qo'yamizda, keyin ishlab kvadrat tenglama ishlaymiz. 20 da ham shunday. 21-22-misollarda 21-misolni ko'raylik. 21da y ni topadigan bo'lsak, narigi tomonga minus 3x bilan minus 2 plus bo'lib o'tadi. 3x plus 2 bo'ladi. Ya'ni y ni o'rniga, tepadagi y ni o'rniga 3x plus 2 ni olib borib qo'yishimizga to'g'ri keladi. 22-misol. Y kvadrat minus x kvadrat ikkitaga ajraladi. Ya'ni kvadratlar ayirmasi bo'yicha y minus 8, y plus x teng 16. Y plus x ni o'rniga 8 qo'yib yuborsak, y minus x chiqadi. Keyin sistema qilib tenglamamiz yechimini topib olamiz. 23da y minus ximiz 4 ga teng ekan. Y minus x o'rniga 4 qo'yib yuborsak bo'ladi. Keyin qanday ko'rinishga keladi? 4 qo'ysak, x plus 3y taqsim y minus 1 minus 4 taqsim 2x teng 2. 4 bilan 2 qisqaradi, 2 taqsim x qolar ekan. Xo'p, bu yerda nima qilamiz yana? Qolganlari sal noqulay, shuning uchun mana bu ikkinchi tengligimizdan y teng minus x narigi tomonga o'tkazib yuborsak, x plus 4. Y larning o'rniga x plus 4 ni qo'yib tenglamamizni yechib qo'yamiz, ya'ni umumiy maxraj berishimizga to'g'ri keladi. 24-misolda y ni topib, pastdan 4x narigi tomonga ayirish bo'ladi. Y teng 6 minus 4x. Y ni o'rniga 6 minus 4x ni olib borib qo'yamiz. 25da minus y ni narigi tomonga o'tkazadigan bo'lsak, 3x minus 3 teng y. Y ni o'rniga 3x minus 3 ni qo'yamiz. 26dan 35 gacha bo'lgan misollar. Demak, bu misollarda ham yo x ni yoki y ni topib olib borib qo'yamiz. Iloji boricha misolga e'tibor beramiz. Mana bu yerda x, y qaysini topishimiz ahamiyati yo'q. Javob bir xil chiqaveradi. Xohlasak x ni, xohlasak y ni topib tepaga olib borib qo'yamiz. 27da ham qaysini topishimiz ahamiyati yo'q, lekin y ni topadigan bo'lsak, bizga biroz qulayroq bo'ladi. Sababi y teng minus 2x minus 3 bo'ladi. Agar x ni topadigan bo'lsak, kasr aralashadi, ya'ni kasr maxraj bilan ishlashimizga to'g'ri keladi. Hozir shuni olib borib qo'ysak, kvadrat tenglamani hisoblab qo'ygan bo'lamiz.
Keyingi misollar xuddi shunday. 31, 32, 33, 34, 35 misollarga e'tibor beramiz. Bu misollar qanday ishlanadi? Xo'p, 31-misol. X minus 5 ko'paytirilgan y minus 3 teng 0 ga. X minus 2 ko'paytirilgan y plus 2 teng 0 ga. Xo'p, demak, ko'paytmamiz 0 bo'lishligi uchun bittasining 0 bo'lishligi yetadi yoki ikkalasi ham 0 bo'lishi mumkin yoki ikkinchisining 0 bo'lishligi ham yetadi. Xo'p, avval biz x minus 5 ni 0 bo'lgandagi holatini ko'ramiz. Ya'ni faqat x minus 5 0 bo'ladigan bo'lsa, x teng 5 bitta yechim. Har bir x ning o'rniga 5 qo'yib chiqamiz. Yuqori qismi 0 bo'lib ketadi. Pastki qismi x ning o'rniga 5 qo'yadigan bo'lsak, 5 ayrilgan 8 ko'paytirilgan y plus 2 teng 0. Bu minus 3 bo'ladi. Minus 3 ga nechini ko'paytirsak 0? 0 ni. Demak, y plus 2 ham 0 bo'lishi kerak. Y plus 2 ni 0 ga tenglashtirsak, y teng minus 2 bo'ladi. Demak, 5 u minus 2 degan bitta javobimiz bor. Endi yuqori qismi bu x minus 5 imiz emas, y minus 3 imiz 0 ga teng bo'lsa, ya'ni y minus 3 teng 0 bo'lsa, y imiz 3 bo'ladi. Y 3 bo'lgan holatda ikkinchisi 0 ga teng bo'lishi uchun x nima bo'lishi kerak? Demak, ikkinchi tengligimizga x ga y ga 3 olib borib qo'yamiz. X minus 8 ko'paytirilgan 3 plus 2 teng 0. 3 ga 2 ni qo'shsak 5. Demak, 5 ga x minus 8 ko'paytirsak 0 bo'lishi kerak. X minus 8 0 ga tenglaymiz, x teng 8 bo'ladi. Demak, ikkinchi yechimimiz 8x, y ga 3, 8 u 3. Demak, tenglamamiz ikkita yechimga ega. Ikkinchi tenglikni ham xuddi shunday 0 ga tenglab qo'ysak bo'ladi. Ya'ni x minus 8 teng 0 desak, x teng 8, y teng 3 chiqadi. Tepaga olib borib qo'ysak. Endi ikkinchi tengligimizda y plus 2 teng 0 bo'lishi ham mumkin ekan. Y plus 2 0 ga teng bo'lsa, y teng minus 2 bo'ladi. Yuqoriga y ning o'rniga minus 2 ni olib borib qo'ysak, x teng 5 chiqadi. Bu yechimimiz bor ekan. Demak, ikkita yechimga ega 5 u minus 2, 8 u 3. Xuddi shunday 32, 33-misolni ham ko'ramiz. 33-misolda ikkita emas, balki yechimlar ko'proq chiqishi ham mumkin. 34, 35-misolga e'tibor beramiz. Demak, bu yerda mahrajida ham qatnashyapti. 35 ga qaraymiz. X minus 2 ko'paytirilgan y minus 3 taqsim x minus 8. X minus 8 ko'paytirilgan y minus 5 taqsim x plus 7. Birinchi o'rinda aniqlanish sohasi. Mahraji 0 ga teng bo'lmasligi kerak. Ya'ni x teng emas 8. X minus 8 teng emas 0. X teng emas 8. Ikkinchisida esa x teng emas minus 7. X 8 degan yechim chiqsa, endi uni olmaymiz. Minus 7 degan yechim chiqsa ham olmaymiz. Boyagi misol ishlaganda hisoblaymiz. X minus 2 0 ga teng bo'lsa, x teng 2 bo'ladi. X larni o'rniga 2 qo'yib chiqsak, yuqori qismi 0 bo'ladi. Birinchi tengligimiz, ikkinchi tengligimizchi. X ni o'rniga 2 qo'ysak, 2 ayrilgan 8, y ayrilgan 5 taqsim 2 qo'shilgan 7 teng 0. Demak, 2 dan 8 ayirsa minus 6, 9. Bular 0 ga aylantira olmaydi. Demak, y minus 5 0 ga teng bo'lishi kerak. Y minus 5 0 ga teng bo'lishi uchun y teng 5 bo'lishi kerak. Demak, bitta yechimimiz 2 u 5. Xo'p, ikkinchi holatimiz y minus 3 0 ga teng bo'lsa. Y minus 3 0 ga teng bo'lsa, y teng 3. Tenglamamizdagi y larning o'rniga 3 qo'yib chiqamiz. 3 qo'yadigan bo'lsak, x minus 8 ko'paytirilgan 3 ayrilgan 5 taqsim x plus 7 teng 0. Bu tenglamamiz 0 ga teng bo'la oladi. Qachon x teng 8 bo'lsa. Ya'ni x teng 8 da bu 0 ga aylanadi. Y teng 3, 8 u 3. Lekin biz yuqorida x imiz 8 ga va minus 7 ga teng bo'lishi kerak emas edi. Shuning uchun bu yechimni olmaymiz. Keyingisi ikkinchi tomonga o'tamiz. Ikkinchi tenglikka x minus 8 0 ga teng deya olmaymiz. Buni olmaymiz. Y minus 5 ni 0 ga teng deydigan bo'lsak, x teng 2 chiqadi. Demak, pastdagi boyaga olgan qiymatimiz. 35-misolimizda tenglamamiz bitta yechimga ega ekan 2 u 5. Keyingi misollarga e'tibor beramiz. 36 dan 40 gacha bo'lgan misollar. 36-misol x minus 2 ning qavs kvadrati qo'shilgan y plus 5 ning qavs kvadrati 0 ga teng. Qavs kvadratlar yig'indisi 0 ga teng bo'lishi mumkinmi? Ha, qachonki agar u 0 ning kvadrati bo'lsa. Sababi kvadrat narsa manfiy bo'la olmaydi. 0 bo'lishligi mumkin yoki musbat bo'lishi mumkin. Agar buni musbat deb qarasak yoki buni musbat deb qarasak, musbatga musbatni qo'shganimizda 0 dan farqli son chiqadi. 0 chiqishligi uchun bu ham 0, bu ham 0 bo'lishi kerak. Demak, qavs kvadratlar yig'indisi yoki qavs darajasida juft darajalar yig'indisi 0 ga teng deyilsa, har birini 0 ga tenglab qo'yamiz. Ya'ni x minus 2 ni 0 ga tenglaymiz, y plus 5 ni 0 ga tenglaymiz.
Shunda x teng 2, y teng -5 degan yechim hosil bo'ladi. Demak, javobimiz 2 - -5. Keyingi misollarda ham agar juft daraja bo'lsa, 4-daraja bo'lsa ham bu doim musbat yoki 0 degani, shu sababdan buni alohida 0 ga tenglab qo'yamiz. 41 dan keyingi misollarga e'tibor beramiz. 41-misol. Qo'shsak 4, teskarilar yig'indisi esa 1 ga teng. Bu misolni yechishimiz uchun 1 x + 1 y ga umumiy makhraj berib yuboramiz. Umumiy makhraj ikkalasi uchun x, y bo'ladi. Birinchisiga y taran, ikkinchisiga x taran. Demak, y + x taqsim x, y teng 1 ga. Y + ximiz x + y ga teng, 4 ga teng ekan. 4 taqsim x, y teng 1 ga. X, y ikkinchi tomonga ko'paytirish bo'lsa, x, y teng x + y ga yoki 4 ga. Ko'paytirsak 4, qo'shsak ham 4 chiqadigan sonlar bu 2 bilan 2. Demak, 2 - 2 degan yechimga ega bo'lamiz. Keyingi misollar ham xuddi shu ko'rinishda ishlanadi. Bu yerda 46-misolga e'tibor berishimiz kerak. 46-misol x teng y kvadrat, y teng x ning kvadrati. Xo'p, buni qanday hisoblaymiz? Eng qulay usul o'rniga olib borib qo'yish. Tepadan x ni pastdagi x ni o'rniga olib borib qo'yishimiz mumkin yoki pastdagi x ni yuqoriga olib borib qo'yishimiz mumkin. Farqi yo'q. Bir xil yechimga ega bo'lamiz. Demak, pastdagi y ni o'rniga x kvadrat qo'ysak, ya'ni tepaga olib borib qo'ysak, x teng y kvadrat edi. Y ning o'rniga x kvadrat qo'ysam, x kvadratning kvadrati bo'ladi. Shunda x teng x ning 4-chisi. Ikkala tomonda x ni qisqartirib yuborishim mumkin, lekin qisqartirib yuborganni 0 ga tenglab qo'yaman. X teng 0. Sababi x 0 bo'lsa, 0 ga 0 ning 4-chisi tenglik bajariladi. X teng 0. Bitta yechim. Ikkinchi yechim, nima qoldi qisqartirib yuborganimizdan so'ng? Bu yerda 1 qoldi, bu yerda x kub. X kub 1 ga teng, ya'ni qaysi sonning kubi 1 ga teng? 1 ning kubi. Demak, x teng 1. Ikki xil yechim. X teng 0 bo'lsa, x ning o'rniga 0 qo'ysak, y ham 0 bo'ladi. 0 0 degan bitta yechim. X teng 1 bo'lsa, x ning o'rniga 1 qo'yadigan bo'lsak, y ham 1 bo'ladi. 1 u 1 yana bitta yechim. Tenglamamiz, sistemamiz ikkita yechimga ega bo'lar ekan. 0 0 va 1 1. Keyingi misolda ham xuddi shu amallar bajariladi. 49-misolga e'tibor bering. X kvadrat ko'paytirilgan y kub 9 ga teng. X kub ko'paytirilgan y kvadrat 27 ga teng. Xo'p, bundan nima qilamiz? Yuqoriga pastki qismini ko'paytirib yuborsak, qanday holatga keladi? X ning kvadratiga x ning kubini ko'paytirsak, x ning 5-chisi, y kubga y kvadratni ko'paytirsak, y ning 5-chisi. 9 ga 27 ni ko'paytirsak, 9 3 ning kvadrati degani, 27 3 ning kubi degani. Darajalar asosi bir xil bo'lsa qo'shiladi, ya'ni 3 ning 5-chisi bo'ladi. X ning 5-chisi, y ning 5-chisini x, y ning qavs darajasida 5-chisi teng 3 ning 5-chisi deb olsak bo'ladi. 5 lar darajalarini qisqartirib yuborsak bo'ladi. Agar toq daraja bo'lsa tashlab yuboramiz. Juft daraja bo'lsa plus minus deb olishimizga to'g'ri keladi. X, y teng 3 ga. Demak, x ga y ni ko'paytirsak 3 bo'lar ekan. X kvadrat ko'paytirilgan y kub teng 9. Bu yerdan biz x kvadrat ko'paytirilgan y kubni y kvadrat ko'paytirilgan y teng 9 desak bo'ladi. Sababi y kvadratga y ko'paytirsak y kubni beradi. Endi biz mana bu x kvadrat y kvadratni x, y ning kvadrati ko'paytirilgan y teng 9 desak ham bo'ladi. X, y-imiz 3 ga teng, x, y ning kvadrati 3 ning kvadrati ko'paytirilgan y teng 9. 3 ning kvadrati 9 bilan 9 qisqaradigan bo'lsa, y teng 1. Y 1 ga teng ekan, y ning o'rniga 1 qo'yadigan bo'lsak, x teng 3 degan yechimimiz hosil bo'ladi. Demak, 3 u 1 degan javob bizning tenglamamiz yechimi bo'ladi. Keyingi misolga e'tibor beramiz. 50-misol. X kvadrat plus y 20 ga teng. Y kvadrat plus x ham 20 ga teng. Yuqori qismidan pastki qismni ayirib yuborsak, x kvadrat minus y kvadrat plus y minus x teng 20 dan 20 ni ayirsak 0. Y minus x ni ikkinchi tomonga o'tkazsak va x kvadrat minus y kvadratni kvadratlar ayirmasi bo'yicha yoysak, x minus y, x plus y teng minus x bu yoqqa plus bo'ladi, y esa minus bo'ladi, x minus y ga. E'tibor bersak, tengligimiz ikkala tomonda ham x minus y bor. Bularni qisqartirib yuboramiz. Bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Qisqartirib yuborgan ifodamiz ikkala tomonda bo'ladigan bo'lsa 0 ga tenglab qo'yamiz. Ya'ni x minus y 0 bo'lishi mumkin. Nima qoldi keyin? Bu yoqda x plus y qoldi, bu yoqda 1 qoldi. X plus y-imiz 1 ga teng bo'lishi mumkin. Agar x minus y 0 ga teng bo'lsa, x teng y, ya'ni x va y 1-1 ga teng bo'ladi.
yuqoridagi x ni o'rniga y ni olib borib qo'yib yuboramiz. Shunda y kvadrat plus x kvadrat emas, y qo'ysak y plus y 20 chap tomonga o'tsa minus 20 teng 0. Tenglama kvadrat tenglama bo'ldi. Buni Viet usuli orqali yozsak bo'ladi. Qo'shsak minus 1, ko'paytirsak minus 20. Minus 5 bilan 4. Y minus 5, y teng 4. Agar y minus 5 bo'ladigan bo'lsa, x ham minus 5 ga teng bo'ladi. Sababi x imizga y imiz teng edi. Y 4 ga teng bo'ladigan bo'lsa, x ham 4 ga teng bo'ladi. Demak, bu yerda ikkita javob chiqdi. 4 4, minus 5 minus 5. Endi ikkinchi qismi ham bor bizda. X plus y 1 ga teng. X plus y 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, tenglamamizni yechishimiz kerak. Bu yerda qulay usul bittasini topib o'rniga olib borib qo'yishimiz. Misol bu yerda x ni topadigan bo'lsak, x teng 1 minus y. X ni o'rniga 1 minus y olib borib qo'yamiz. Ikkinchisiga qo'ysak qulayroq bo'ladi. Y kvadrat qo'shilgan x ni o'rniga 1 minus y teng 20. 20 ni chap tomonga o'tkazamiz. Y kvadrat minus y 1 dan 20 narsak minus 19 teng 0 ga. Xo'p, tenglamamiz diskriminantdan hisoblashimizga to'g'ri keladi. Hozir tenglama shartini ko'raylik. Tenglama shartida tenglama sistemasining butun yechimlarini toping degan ekan. Tenglamalar sistemasini bu yerda butun yechimi yo'q bo'ladi, irratsional yechim bo'ladi. Nima uchun? Sababi diskriminantimizni hisoblaydigan bo'lsak, Vietdan topilmaydi. Diskriminant hisoblaydigan bo'lsak, ildiz ostidagi son bo'lib qoladi. Ildizdan son chiqmagandan keyin u irratsional ildiz hisoblanadi. Demak, buni olmaymiz yechim sifatida. Yechim sifatida 4 4 va minus 5 minus 5 ikkita yechimga ega bo'ladi. 51 dan keyingi misollar. 51 dan 70-misol. 51-misol hozirgi misolga o'xshaydi. Tepadan pastni ayirib yuboramiz. 52-misol. 52-misolda nima qilamiz? Xo'p, bu yerda belgilab olish bizga ancha foyda beradi. 52-chi, 53-chi, 54, 55-misollar hozir ko'ramiz ularni. U hammasi bir xil ko'rinishdagi misollar. 52-misolda agar biz x plus y ni a deb olsak, x y ni b deb olsak, qanday ko'rinishga keladi? A plus b teng 5 bo'ladi. Pastki qismini x kvadrat plus y kvadratni x plus y ning qavs kvadrati minus 2xy deb yozib olishimizga to'g'ri keladi. Shunda x plus y ning qavs kvadrati minus 2xy bo'ladi. Mana bu xy bilan minus xy teng 7 ko'rinishga keladi. Xo'p, qulayroq usul. Demak, a b da belgilamay turamiz. Qulayroq usuli bor ekan. X plus y ga xy ni qo'shsak 5, x plus y ning qavs kvadratdan xy narsak 7. Yuqori qismiga pastki qismini qo'shib yuboramiz. Shunda x plus y ning qavs kvadrati plus x plus y minus xy ga plus xy qo'shsak 0, 7 ga 5 qo'shsak 12. 12 chap tomonga minus bo'lib o'tadi. Minus 12 teng 0. Endi buni belgilasak bo'ladi. X plus y ni a, buni a kvadrat desak, a kvadrat plus a minus 12 teng 0. Endi Viet qo'shsak minus 1, ko'paytirsak minus 12. Albatta, minus 4 bilan 3. To'g'rimi? Qo'shsa minus 1, ko'paytirsa minus 12 bo'ladi. Endi a deb nimani belgilagandik? X plus y ni. X plus y ni o'rniga bir marta minus 4 ni, bir marta 3 ni olib borib qo'ysak, mana birinchi tengligimizga x plus y ni o'rniga minus 4 ni qo'ysak, minus 4 qo'shilgan xy teng 5 ga, minus 4 bu tomonga o'tadi, xy teng 9 ga. Demak, ko'paytirsak 9, x ga y ni qo'shsak minus 4. Bunaqa sonlar bormi? Demak, bizda bunaqa butun sonlar yo'q. Keyingi misolimiz, keyingi qismi x plus y 3 ga teng. X plus y 3 ga teng bo'lsa, x plus y o'rniga 3 qo'yamiz. 3 plus xy teng 5 ga. 3 nariqa bo'lsa, xy teng 2 ga. X plus y esa 3 ga teng. Qo'shsak 3, ko'paytirsak 2. 1 2, to'g'ri, yoki 2 1. Demak, tenglamamiz x 1 bo'lsa, y 2 yoki x 2 bo'lsa, y 1. Bu yerda butun yechim chiqdi. Mana bu yerda yechim chiqmaydimi? Yo'q, yechim chiqadi, faqat irratsional yechim chiqadi. Buni yozishimiz uchun bizda joy yetmaydi. O'zimiz ishlab qo'ysak bo'ladi. Qanday ishlaymiz? Pastidan y topamiz. Y x nariga qo'ysa, y teng minus 4 minus x. Yuqoridagi x ni y ni o'rniga o'sha minus 4 minus x ni olib kelib qo'yamiz va qavslarni ochib diskriminant hisoblaymiz. Ildizli yechim chiqadi. Buni batafsil guruhda ishlab ko'ramiz. Keyingi misol.
Keyingi misol 53-misol ham xuddi shunday usulda ishlanadi, lekin bu yerda orasi plus ekan. Biz yuqoridan pastki qismni ayirib yuboramiz yoki pastdan yuqorini ayirishimizga to'g'ri keladi. 54-misolga e'tibor beramiz. X taqsim y ga x y ni qo'shsak 7 chiqar ekan. X taqsim y ga x y ni ko'paytirsak, x plus y ko'paytirsak 12 chiqar ekan. Demak, belgilab olamiz boyagidek x plus y a ga teng, x taqsim y ni b ga teng deb olamiz. Shunda a plus b teng 7, a ko'paytirilgan b teng 12. Qo'shsak 12, ko'paytirsak 7 chiqadigan sonlar 3 va 4 yoki 4 va 3. Demak, a 3 bo'lsa, b 4 bo'lishligi kerak. Agar a 4 bo'lsa, b 3 bo'lishi kerak. Demak, ikki xil yechim bor. O'rniga olib borib qo'yamiz. A 3 bo'lgan holatda x plus y 3 ga teng, b 4 bo'lsa x taqsim y teng 4 ga. Demak, bu sistemani yechishimiz uchun y ikkinchi tomonga ko'paytirish bo'ladi. X teng 4 ta y. X ni o'rniga 4 ta y qo'ysak, 4 ta y qo'shilgan y 5 ta y teng 3 ga, y teng 3 taqsim 5 ga. 3 taqsim 5 degan 0.6 degani. 0.16 y, x esa undan 4 marta katta. X teng 4 ko'paytirgan 0.16 yoki 2.4. Demak, birinchi yechimimiz mana shu holatda bo'ldi. 2.4 ga 0.16. Ikkinchi holat, endi a 4 bo'lsa, b 3 bo'lishi kerak. Ya'ni x plus y imiz 4 ga teng bo'lsa, x y imiz 3 ga teng bo'lishi kerak. X y emas, x taqsim y uzr. Y bu yoqqa ko'paytirish bo'lsa, x teng 3y. X ni o'rniga 3y olib borib qo'ysak, 3y qo'shilgan y teng 4 ga, 4y teng 4 ga, y teng 1 ga. Y ni o'rniga 1 qo'yadigan bo'lsak, x teng 3 ga. Demak, ikkinchi yechimimiz 3 1 degan yechim bo'ladi. Demak, tenglamasi sistemasi ikkita yechimga ega. Biri 2.4 ga 0.6, ikkinchisi 3 ga 1. 55-misol ham xuddi shunday ishlanadi. 56-misolga e'tibor beramiz. Bu qaysi formulani eslatyapti bizga? Kublar ayirmasi x kub minus y kub 7 ga teng, x kvadrat plus xy plus y kvadrat ham 7 ga teng. Demak, x kub minus y kubni kublar ayirmasi bo'yicha ochib chiqsak, x minus y, x kvadrat plus xy plus y kvadrat teng 7. Ikkinchi tenglamamiz x kvadrat plus xy plus y kvadrat. Kublar ayirmasining ikkinchi qarsini berar ekan. Buning o'rniga 7 ni qo'yib yuboradigan bo'lsak, 7 bilan 7 qisqaradi va x minus y teng 1 tengligi hosil bo'ladi. Endi nima qilamiz? Endi mana bu pastki qismda x kvadrat plus y kvadratda kvadratlar yig'indisini ifodasi bor edi. X kvadrat plus y kvadratni x minus y ning qavs kvadrati plus 2 ta xy desak bo'ladi. Shunda x minus y o'rniga 1 qo'yib boradigan bo'lsak, 1 ning kvadrati qo'shilgan 2 ta xy qo'shilgan mana bu yerdagi xy teng 7 ga. 1 ikkinchi tomonga ayirish bo'ladi. 2xy 3 ta xy teng 7 dan 1 ni ayirsak 6, 3 ga bo'lib yuborsak xy teng 2. Ko'paytirsak 2, ayirsak 1 chiqadigan sonlar. Albatta 2 bilan 1. X teng 2, y teng 1. Yechimimiz 2 1 nuqta hisoblanadi. 57-58-misollar xuddi shu usulda ishlanadi. 59-misol ham. Demak, birinchisi kublar ayirmasini beradi. 8x kub degan 2x ning kubi, y kub. Kublar ayirmasini beradi. 61-misollar bir-biriga o'xshaydigan misollar. E'tibor beramiz 60-misolga. Demak, 60-misolda nima qilamiz? X ning 4-si plus y ning 4-sini kvadratlar yig'indisi ifodasiga aylantirib olamiz. Ya'ni x ning 4-si degan x kvadratning kvadrati, y ning 4-si degan y kvadratning kvadrati. Buni boyagi formulaga qo'yadigan bo'lsak, ya'ni x kvadrat plus y kvadratning qavs kvadrati minus 2 ta x kvadrat y kvadrat edi. Demak, x ning 4-si plus y ning 4-si o'rniga mana buni olib borib qo'yamiz. Shunda x kvadrat plus y kvadratning qavs kvadrati minus 2 ta x kvadrat y kvadratga bitta x kvadrat y kvadrat qo'shsak minus x kvadrat y kvadrat yoki x y ning kvadrati teng 91. Bu endi kvadratlar ayirmasi formulasiga tushadigan misol bo'lib qoldi. Demak, x kvadrat plus y kvadrat minus xy, x kvadrat plus y kvadrat plus xy teng 91. Bizda x kvadrat plus xy plus y kvadrat 13 ga teng deyilgan. Shu sababli buning o'rniga 13 qo'yib yuboramiz. 13 qo'ysak, 13 ikkinchi tomonga bo'lish bo'lib o'tsa,
Bo'lish bo'lsa 91 13 ga bo'ladigan bo'lsak 7. Demak, x kvadrat plus y kvadrat minus xy imiz 7 ga teng. X kvadrat plus y kvadrat plus xy imiz esa 13 ga teng. Pastki qismdan yuqori qismni ayirib yuborsak x kvadrat darsa 0, bundan bu narsa yana 0. Xy dan minus xy darsa 2 ta xy, sababi minusga minus plus bo'lib ketadi. 13 dan 7 ni ayiradigan bo'lsak 6. 2 ta xy 6 ga teng bo'lsa, xy ni o'zi 3 ga teng. Ya'ni ko'paytirsak 3 bo'ladigan misol ekan. Endi 3 ni olib borib qo'yishimizga to'g'ri keladi. Mana bu yerga qo'yadigan bo'lsak 3 ni x kvadrat plus y kvadrat plus 3 teng 13 bo'ladi. 3 ikkinchi tomonga o'tadigan bo'lsa 13 dan 3 ni ayiramiz 10 bo'ladi. Kvadratlar yig'indisi 10 ga teng. X kvadrat plus y kvadratni x plus y ning qavs kvadrati minus 2xy teng 10 deb olsak ham bo'ladi. Shunda xy imiz o'rniga 3 qo'yib boradigan bo'lsak, 2 3 6. 6 narigi tomonga qo'shib o'tadi. Ya'ni x plus y imizning qavs kvadrati teng 16 bo'ladi. Nimaning kvadrati 16 ga teng? Plus minus 4 niki. Demak, x plus y 4 bo'lishi mumkin, x plus y minus 4 bo'lishi mumkin. Qo'shsak 4, ko'paytirsak 3, qo'shsak minus 4, ko'paytirsak 3 bo'ladigan sonlar. Qaysi sonlar edi bular? Demak, qo'shsak 4, ko'paytirsak 3 bo'ladigan 1 bilan 3 yoki 3 bilan 1. Demak, x 1 bo'lsa y 3 yoki x 3 bo'lsa y 1. Ko'paytirsak 3, qo'shsak minus 4 bo'ladigan, xuddi shularni minusligi. Demak, minus 1 bo'lsa x y minus 3 yoki x minus 3 bo'ladigan bo'lsa y minus 1. Demak, tenglamamiz sistemamiz 4 ta yechimga ega. Keyingi misol ham xuddi shunday bo'ladi. 62, 63 misollarga e'tibor beramiz. Bu yerda nima qilishimiz kerak? 62 misolda birinchi tengligimiz x minus y ni belgilab olamiz. T deb olsak, t plus 6 taqsim t teng 5 bo'ladi. Umumiy maxraj beradigan bo'lsak, kvadrat tenglama bo'ladi. Kvadrat tenglamamizni yechamiz, t1 t2 ni topib, o'sha t1 t2 ni mana bu yerga olib kelamiz. Ya'ni x minus y bor, bu yerda bu ham t ga teng. Buni hisoblab ko'rasizlar. Tushunmasangizlar, guruhimizga o'tib yozasizlar, birgalikda hisoblab yechimini topamiz. 64-misol, ajoyib misollardan biri. Bu yerda boya shunga o'xshagan misolni ayirib yubordik, lekin bu yerda ayirganimizdan ko'ra qo'shganimiz bizga ancha qulay usul bo'ladi. Nega qulay bo'ladi? Chunki yuqoriga pastki qismini qo'shsak x kvadrat plus y kvadrat, xy qo'shsak 2 ta xy teng 25. Bu tomonimiz chap tomonimiz x plus y ning qavs kvadratini beradi. Ya'ni x plus y ning qavs kvadrati teng 25. Nimaning kvadrati 25 ga teng? Plus minus 5 niki. Demak, x plus y 5 bo'lishi mumkin, x plus y minus 5 bo'lishi mumkin ekan. Endi tenglamamiz birinchisi yoki ikkinchisidan o'xshashini qavsini tashqari chiqaramiz. Agar birinchisidan chiqaradigan bo'lsak, x chiqarsak, x plus y teng 20 bo'ladi. X plus y o'rniga bir marta 5 qo'ysak, shunda x ko'paytirilgan 5 teng 20. 20 ni 5 ga bo'lsak, x teng 4 bo'ladi. X teng 4 bo'lsa, 4 ga nechini qo'shsak 5? 1. Demak, y teng 1 bo'ladi. Birinchi yechimimiz 4 1. Ikkinchisi x plus y o'rniga minus 5 qo'yadigan bo'lsak, x ko'paytirilgan minus 5 teng 20. 20 ni minus 5 ga bo'ladigan bo'lsak, minus 4. X minus 4 bo'ladigan bo'lsa, y nima bo'ladi? Y minus 1 bo'ladi. Demak, minus 4 minus 1 yana bitta yechim bo'ladi. Keyingi misollar ham xuddi shunday. 66-misolda buni t deydigan bo'lsak, bu 1 taqsim t bo'ladi. Keyin t ni topib, tenglamamizni x bilan y ni bir-biriga bog'lab, keyin bu yerga olib kelib qo'yamiz. 67, 68-misol ham xuddi shunday. 69-misolga e'tibor beramiz. 69-misol 5x taqsim y ayirgan y taqsim x teng 4 ga. Demak, bu yerda x taqsim y ni belgilab olsak bo'ladi, t deb, y taqsim x 1 taqsim t bo'ladi. Yoki-da, ya'ni x y teng 1 ga, shu yerdan y ni narigi tomonga o'tkazadigan bo'lsak, x teng 1 taqsim y bo'ladi. Demak, x ni o'rniga 1 taqsim y ni qo'yib yuborib, tenglamamiz yechimini topib qo'yishimiz mumkin. Qulayroq usul menimcha x taqsim y ni t desak, bu 1 taqsim t bo'ladi. O'shani topib hisoblash. X bilan y bir-biriga teskari sonlar ekan. Keyingi misol 70 ham shunga o'xshaydi. X taqsim y ni t desak, y taqsim x 1 taqsim t bo'ladi. Xo'p. Keyingi misollar 71, 72, 71-misolda nima qilamiz? 2xy ikkinchi tomonga ayirish bo'lib o'tadi va x kvadrat plus y kvadrat minus 2xy x minus y ning qavs kvadratini beradi. Qavs kvadrat teng 36 ga. Bu degani 1 marta 6, 1 marta minus 6.
sistema qilib yechamiz. Bu yechimi chiqishligi kerak. 72-misolimizda buni alohida 0 ga tenglaymiz. X teng 4 bo'ladigan x minus 4 0 ga teng bo'lsa, bu tengligimiz 0 bo'ladi. Bunda x teng 4 bo'ladi. X 4 bo'ladigan bo'lsa, tepaga x ni o'rniga 4 qo'yib yuboramiz. 4 plus y teng 8. Y ham 4 bo'ladi. Demak, 4 bitta yechim. Y minus 3 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, y teng 3 bo'ladi. Tepaga y o'rniga 3 qo'yadigan bo'lsa, x teng 5 bo'ladi. Demak, yechimimiz 4 yoki 5 3. Ikkita yechimga ega ekan. Bizda nechta x lar yig'indisini toping debdi. X lar yig'indisi so'ralsa, 4 ga 5 ni qo'shib qo'yamiz. Keyingi misollar ham xuddi shunday. Demak, bu yerda hamma misol turlicha, lekin qiyin emas, hisoblab ko'rishimiz mumkin. Xo'p, 80-misolga e'tibor beramiz. Ilzosda 3 ko'paytirilgan qavsida x kvadrat minus 4 qo'shilgan x minus 3xy plus 4y kvadrat teng 0. Shartiga e'tibor berishimiz kerak. Tenglamani butun sonlarda yeching. Butun sonlar qanday sonlar edi? 0, natural sonlar va natural sonlarni qarama-qarshilari. Minus sonlar butun sonlar edi. Demak, 80-misolimizda x va y faqat butun son bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha sonlar bo'lishi kerak. Ildiz qatnashyapti. Tengligimiz 0 ga teng bo'lishi uchun ildiz yo'qolib ketishi kerak. Ya'ni ildizdan xuddi shunday ildiz ayrilishi kerak yoki ildiz yo'qolishi kerak. Bu yerda boshqa ildiz yo'q, demak ayrilmaydi ildiz. Demak, bitta holat ilzosda 3 ga ko'paytirayotgan sonimiz 0 bo'lishi kerak. Shunda ilzosda 3 ga 0 ni ko'paytirsak yo'qoladi, 0 bo'ladi. Demak, x kvadrat minus 4 ni 0 ga tenglaymiz. X kvadrat minus 4 teng 0 bo'lsa, x kvadrat teng 4 ga, x teng plus minus 2 ga. Demak, 1 marta 2, 1 marta minus 2. X ni o'rniga 1 marta 2 qo'yamiz, y nima chiqadi? X ni o'rniga 1 marta minus 2 qo'yamiz, y nima chiqadi? Bu qiymatlarni o'zlarimiz ishlab topib qo'yamiz. 81 dan keyingi misollar xuddi shu misollarning masalasi. Demak, biz avval misol tuzib, keyin uni hisoblashimiz kerak. Misol 81 da ikkita sonning yig'indisi 12 ga teng. A ga buni qo'shsak 12, x y desak ham bo'ladi. Ko'paytmasi 35 ga teng. A ga buni ko'paytirsak 35. Bu yerda ko'paytmadan borishimiz kerak. Necha kara necha 35? 35 bo'lishi uchun 1 kara 35, 2 3 4 5 kara 7 yoki 7 kara 5 yoki 35 kara 1. Demak, qo'shsak 12 bo'ladiganlari qaysilar? 5 7 yoki 7 5. Demak, 5 7 yoki 7 5 degan yechimga ega bo'lamiz. Keyingi masalalar ham xuddi shunday. Demak, to'g'ri burchak yuzi perimetriga doir misollar. Mavzu oxiri. Diagonali ilzosda 74 ga teng. To'g'ri burchakning diagonali qanday topilardi? Tomonlarni belgilab olaylik, x va y. Diagonal mana bu qismi. Bu geometriyadan xabari bor o'quvchilar yaxshi bilishadi. Pifagor teoremasidan topiladi diagonal. Demak, d nimaga teng bo'ladi? D teng ilzosda x kvadrat plus y kvadrat. D ni o'rniga ilzosda 74 qo'yadigan bo'lsak, ilzosda 74 teng ilzosda x kvadrat plus y kvadrat. Ildizdan qutulish uchun ikkala tomon kvadratga ko'tarib yuboramiz. X kvadrat plus y kvadrat teng 74. Diagonal x kvadrat plus y kvadrat 74 ga teng ekan. Endi perimetr 24 ga teng deyapti. 24 perimetr topish formulasi 2 qavs ichida x plus y teng 24. 2 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, x plus y imiz 12 ga teng. Ya'ni x plus y 12 ga teng, x kvadrat plus y kvadrat 74 ga teng. Kvadratlar yig'indisi ifodasi bor edi boya. Ya'ni x plus y ning qavs kvadrati minus 2xy teng 74 degan. X plus y o'rniga 12 qo'ysak, 12 ning kvadrati 144, ayrilgan 2 ta xy teng 74. 2xy o'ng tomonga plus bo'lib o'tadi, 74 chap tomonga minus bo'lib o'tadi. Shunda 2 ta xy teng 144 dan 74 ni ayirsak 70 bo'lar ekan. 2 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, xy teng 35. X va y alohida so'ragan yo'q, bizdan yuzini so'rayapti. To'g'ri burchak yuzi x ko'paytirgan y, ya'ni 35 ga teng bo'ladi. Bugungi mavzumiz shu. Tushunmagan savollarimiz bo'lsa, Telegram guruhimizga bog'laningizlar.